Tirikchilik degan tashvishiga mehnati bilan yechim topadi ular. Farg'onalik ayol va uning qismati haqida lavhada batafsil so'z boradi. Bundan 48 yil avval Gulbahor opa eslolmaydi. 6 oylik chaqaloq edi o'shanda. Ota-onasi ajrashdi. Odatda bunday holatlarda farzand ona bilan qoladi, ammo Gulbahor opa otasining qaramog'ida qolgan. Men o'zi bir joyda yotardim, unaqa yurmasdim, boshqa qilmasdim. Dadam Toshkentlarga olib borib, o'shda davolatib kelganlar. Uning bolaligi erka o'tgan, ammo ona mehrisiz ulg'aydi ayol. Men faqat dadamning mehrini bilaman xolos. Gulbahor opani erta ulg'aytirdi hayot. Oyoqlarida nogironlik belgisi bor edi. Bundanda yomoni esa ona mehri yetishmasdi unga. Yaxshi sinfdoshlarim hech anaqa o'ksitib nima qilishmagani, ularni ko'rib baribir xo'rligim kelardi. Bitta men ham dunyo bo'yicha shunaqaman deb o'ylardim. Shu bolalikda ko'p o'ksinganim ashu bo'lgan. Keyin onamni ko'rgim kelardi. Bir ko'rsam o'dirdim. 3 yilmi bo'ldi. WhatsApp orqali gaplashib turamiz, lekin ko'rishganimiz yo'q. Bir-birimizni ko'rsak tanimaymiz. Gulbahor opa ulg'aydi, oila qurdi. Shohona bo'lmasa-da, halovatga to'la hayoti bor edi uning. Shu orada qiz farzandli bo'ldi. Bolalik orzusi, farzandiga onalik mehrini boricha berish istagi amalga oshgandi. Onalik baxti bilan siyladi-yu, taqdir bu baxtni ham juda erta olib qo'ydi uning qo'llaridan. Farzandim o'tgandan keyin tushkunlikka tushsam yo bo'lmasam jicha ko'zimga yosh kelsa, o'zimni o'ntirgani, mana shu gullarda qilib o'tiraman, lekin shu gullarda yasayotganimda ham ko'zimdan yosh oqib turadi. Aslida yaxshigina tikuvchi ham Gulbahor opa. Nogironlik belgisi xalal beradi ba'zan, ammo ayol taslim bo'lmaydi. Sababi zimmasida tirikchilik tashvishi bor. Kollejda o'qib, o'rgangan. Tikuvchilik hunarini mahalladagi qo'shni ayolga shogird tushib, yanada mustahkamladi. Farg'ona tumanidagi Marg'ilon mahallasining hokim yordamchisi tavsiyasi bilan kredit asosida tikuv mashinasi ham olib berilgan ayolga. Ayni vaqtda kasanachilik asosida hududdagi ishlab chiqaruvchilar bilan ishlamoqda. Tabiatan kam gap. Xonadon sohibi hunar ortidan topayotgani oilaning tirikchilik tashvishlariga yetib turibdi ekan. Mahalla mas'ullarining ta'kidlashicha, ayol unga beg'araz qilinadigan yordamlarni xush ko'rmaydi. Hamma narsaga o'z kuchi, imkoniyati bilan erishishni istaydi. Hayot uchun baribir kurashish kerak-ku. Tushkunlikka tushib, voy men unaqa imkoniyatim cheklangan deb o'tirib qolish kerak emas-da. Gulbahor opa yolg'iz farzand, 80 yoshdan oshgan otasi bilan ota hovlisida birga yashaydi. Sharoitlari to'kis emas. Mahalla birlashib, oila uchun 2 xona uy ko'tarib bergan. Bir ikkinchisini quvib kelgan taqdir sinovlarini sabr bilan yengish oson bo'layotgani yo'q ayolga, ammo baxtsizman demaydi, shukr qiladi. Oqsoqlanib yurayotgan oyoqlari uchun ham. Tanijonim sog'i birovga muhtoj emasman. Birovlarda ko'magiga ham muhtoj emasman. Bir joyda qolganim ham yo'q. O'zim oyog'im bilan yurganim bu o'zimga katta baxt. Hayot deydilar buni. Sinovlari turfa, ammo sabr har qanday og'riqlarga davo ekan ayon. Kichikkina jussasi, butun bo'lmagan jismoniy imkoniyati bilan hayotning, turmushning sinovlaridan hikmat izlayotgan Gulbahor opaning achchiq biroq sokin hayotini shunchaki ko'rsatganimiz yo'q. Undan kimdir saboq olib, yana kimlar shukr qilishini istadik. Bu kun Maftuna Mamasizek va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.